video darsning ikkinchi qismi. Mana shu holatda bo'ldi. Aniqlamiz. Endi bugungi video darsimizda matematik kutilma va dispersiyani xossalari, ya'ni свойства montaj ожидания и dispersiyani ko'rib chiqamiz. Men hozir shunaqa misol davomida ko'rib boramiz. Hop. Kitob bo'yicha 2 qismi 11 misollar ko'radigan bo'lsa, juda ham yaxshi misol. Ya'ni ikkita xossa, ya'ni umumiy xossalar hammasini ichiga kirib ketadi. Shartda bunaqa aytiladi. Menda z funksiya berilgan. Z funksiya teng ekanmanda 3x plus 4y funksiyani. Misol shartda. Bizga aytilyapti, agar men x funksiyamni montaj ожиданияsi, ya'ni matematik kutilmasi 2 ga, y funksiyamni matematik kutilmasi 6 ga teng bo'lsa, z funksiyamni dispersiyasini topyapti. Esingizda bo'lsa, xuddi aniq o'xshaydi. Bitta funksiyani taqsimot qonuni berilganda, ya'ni jadvali, ikkinchi funksiyani jadvalini tushuntirib kerak. Endi bunda xuddi shunaqa bizda bitta funksiyamizni matematik kutilmasi beriladi, biz uni dispersiyasi yoki boshqa matematik kutilmasini topishimiz kerak. Xo'p, endi bugundan shu xossalarni o'tishni boshlaymiz. Ya'ni birinchi xossa matematik kutilmaga doir. Xo'p, matematik kutilmada shunaqa narsaki, agar ixtiyoriy funksiyada masalan aytaylik, mx teng qanaqadir konstanta son. Qanaqadir konstanta son bo'lsa, u ham xuddi shu songa teng bo'ladi. Masalan aytaylik, bu yerda hozir shoshmay turamiz. Ikkinchi xossa, agar matematik kutilmada masalan bizda beryapti funksiya. Ya'ni qaysidir koeffitsient yoki funksiya qatnashyapti. Masalan aytaylik, 3 liniylikda ixtiyoriy bitta koeffitsient k sonini olaylik. K plus c. Nima qilaman? Bu yerda koeffitsiyentda biz chiqaza olsak bo'ladi matematik kutilmada, lekin funksiyani biz hech qanaqasiga chiqaza olmaymiz. Asosiy narsa shu. Keyin biz aytdik, ixtiyoriy matematik kutilmadagi agar son kelsa, bu xuddi shu songa teng bo'ladi. Ya'ni c sonimiz c soni bo'lib qoladi. Va eng oxirgi xossa, uchinchi xossa, ko'p ishlatiladi. Matematik kutilmani bir nechta funksiya qatnashsa nima qilaman? Masalan, y plus z bo'lsa. Bunaqa holatda ikkala funksiyani alohida matematik kutilmalarni o'zini qo'shib qo'ysam bo'ladi. Mana shu 3 ta eng ko'p ishlatiladigan xossa. Mana shuni bilgan o'quvchi bemalol aytaylik, nazorat ishini yoki ixtiyoriy imtihon nazoratlarini bemalol o'tadi. Ya'ni 3 ta mana shu asosiy xossani yoddan yodlab olsa bo'ladi. Faqat bu narsa matematik kutilmaga doir dedik. Hop, endi xossani bu chekkaga olib turamizda, misolimizda, ya'ni amaliyotda uni qanaqa qo'llanishini bitta ko'raylik. Biz aytdik, shartimizda z funksiyamiz 3x plus 4y ga teng. Bizda nimani so'rayapti? Uni matematik kutilmasini. Demak, m z funksiyani matematik kutilmasini topish uchun men hamma funksiyani matematik kutilmasini topishim kerak. 3x plus 4y ga, to'g'rimi? Endi keling mana xossalarni ishlatamiz bir boshidan. Menda ikkita funksiya qatnashyapti. Qaysi xossaga tushadi? Uchinchi xossaga tushadi. Biz aytdik, ikkita funksiya kelsa, bu funksiyalarni ikkalasini alohida ajratib olsak bo'lar ekan dedik. Birinchi qilinishi bilan ajratib olish. m 3x plus m 4y. Endi yonidagi koeffitsiyentlar kelyapti. Bu narsani biz ikkinchi xossada aytdik. Agar funksiyada ixtiyoriy koeffitsient kelsa, u koeffitsiyentni chiqarib olsanglar bo'ladi. Yo'lda xuddi shu narsa. 3 sonni chiqarib olaman. Bu menda 3 ko'paygan mx qo'shib yo'lda 4 chiqarib olsam, my degan qiymatni kelib chiqadi. Xo'sh, shu joygacha hammaga tushunarli bo'ldi. Zo'r. Endi bizda berilgan ma'lumotlarga ko'ra, matematik kutilma x funksiyasi matematik kutilmasi 2 ga teng. Hop, y funksiyasi matematik kutilmasi 6 ga teng. Shu qiymatlarni qo'yib qo'yaylik. Bu yoqqa 2, bu yoqqa 6. Xuddi shunaqa 3 kere 2 bizda 6, 4 kere 6 24 bo'lib qiymat 30. Demak, bizda z funksiyamizda matematik kutilmasi 30 ga teng ekan.
Hop, bu bizda matematik qutilmaga doir xossalar edi. Hop, kimda kim shu joyda qanaqadir savollar bo'ldimi? Yo'q. Tushunarsiz? Tushunarli bo'ldi. Demak, asosiy narsa mana shu 3 ta xossani bilib qo'ysa bo'ldi. Istalgan funksiyani matematik qutilmasini topamiz. Hop, agar bu narsani buni tushungan bo'lsak, endi dispersiyani xossalariga o'tirsa ham bo'ladi. Endi bu yerda dispersiya keladi. Xossalar. Dispersiyada ham xuddi shu narsa. Birinchi qoida. Agar dispersiyamda qanaqadir konstanta son bo'lsa, Uni qiymati uni qiymati sonning o'ziga teng bo'lmaydi. Shunaqa qoida. Shuncha adashtirmaydi. Nima menda matematik qutilma, nima menda dispersiya. Tushunarli? Demak, bizda matematik qutilmada son chiqsa, dispersiyada nima qilsa kerak? Dispersiyada nol bo'lar ekan. Ikkinchi xossa. Ikkinchisini farq qiladi. Agar dispersiyamda qanaqadir koeffitsient bo'lsa dedik. To'g'rimi? K ko'paygan y funksiya deydi. Koeffitsiyentni olib chiqish biroz boshqacha bo'ladi. Matematik qutilmada shunaqani olib chiqib qo'ydik. Dispersiyada K'ni olib chiqaman deb faqat bu yerda ikkinchi daraja paydo bo'ladi. Doim. Demak, K'ni kvadrati ko'paygan, ana undan keyin yana funksiyani yozib qo'ysam bo'ladi. Va uchinchining oxirgi xossa, agar bizda ikkita funksiyani yig'indisi berilsa, bu yerda y qo'shuv z. Hop, faqat shu joyda bitta e'tiborli bo'lasizlar. Endi bu ma'lumot shartida berilgan bo'ladi. Bizda aytilgan dispersiyada ikkita funksiyani ajratish mumkin, qachonki ular bir-biriga, ya'ni bog'liq bo'lmasa. Ya'ni biz aytgandek, neshamesli bo'lgan holatda. Ya'ni aytaylik, mana A hodisa, B hodisa. Bular bir-biriga bog'liq emas. Ya'ni kesishmaydi. Umumiyligi yo'q. Ana shunaqa holatda biz ularni ajratsak bo'ladi. Lekin bu shartda aytiladi o'zi. Shuning uchun hodisani shunday o'ziga yo'qlab qo'ysanglar zarar emas. Hop, demak asosiy farq nima ekan? Matematik qutilmada songa teng bo'lsa, dispersiyada u narsa 0 ga. Matematik qutilmada osongina koeffitsiyentni olib chiqib ketsam, bu yerda osongina olib chiqib keta olmas ekanman. Xuddi shunday k kvadrat. Endi keling xuddi shu xossani amaliyotda qo'llaylik. Z funksiyani dispersiyasini aniqlayotganimda, xuddi shu funksiyani men dispersiyasini aniqlashim kerak. Ya'ni 3x qo'shib 4 y funksiyani. Davom etamiz. Birinchi qilgan xossam ikkita funksiyani ajrata olish bo'ladi. Ya'ni 2 ga ajrata olamiz. Ya'ni bu yerda d 3x plus d 3x plus d 4y. Endi koeffitsient olib chiqish qoidasini ishlataman. 3 olib chiqayotganimda 3 kvadratiga o'zgaradi. Hop, bu narsa bizda to'g'ri kvadratiga o'zgarib ketadi. To'g'ri. Xuddi shu narsa keltirib olsak bo'ldi. Hop. dx, dy dispersiyalarini mx, my anaqa matematik qutilma orqali topa olamiz, to'g'rimi? Yo'q, bu yerda men o'zi shartda bergan bo'ladi, men shartini to'liq yozmadim. Chunki sizda matematik qutilma mana bunaqa narsada, sizda har bitta ehtimollik bilan har bitta x larning yig'indisi. Bu orqali endi buni topa olmaysiz. Sizga bu yig'indisini o'zi aytib qo'yadi. Hop. Bizda aytilyapti, shartini to'liq yozib ketaveramiz. Hop, x funksiyani dispersiyasi bizda 4 ga teng. Bu ham shartda beriladi. Matematik qutilma ham dispersiya ham alohida shartda beriladi. Bu bo'yicha muammo yo'q. Hop, y funksiyamiz dispersiyasi 5 ga teng ekan.
Keling, endi hisoblab qo'yaman. Muhimi mana bu xossalarni to'g'ri ishlatgan bo'lsangiz bo'ldi. Qolganini o'zi shartda beriladi, olib kelib qo'yaverasiz. Masalan 3 kvadrat bu menda 9 kerak. Dx menda 4 ga teng bo'ldi. Qo'shuv 4 kvadrat 16 kerak. Dy menda 5 ga teng. Buni qo'yib qo'ysam bo'ladi. Hisoblab qo'ying. Shunaqa. 36 qo'shuv 80. Bu bizga dispersiyani qiymati. Hop, muhimi adashib ketmasa uchun yana bitta takrorlab olamiz. Matematik kutilmada son bo'lsa songa teng. Koeffitsient shuni olib chiqib qo'yaman, yig'inni shuni ajratiraman. Dispersiyada farq qiladi. Son bo'lsa u 0 ga teng, koeffitsient olib chiqayotganda kiradi. Asosiy farq shunda. Demak, shartlarda masalan dispersiya x funksiyaniki yoki y funksiyaniki desa shartida beriladi. Albatta Uni bir-biriga bog'liq yana yo'q, unaqasi yo'q. Chunki sizga bu berilgani bilan buni topamiz. Ming anaqasi ham topamiz. Sizlar yana qo'shimcha shartlar berishimiz kerak. Har bitta x qiymati va har bitta ehtimol. Ana jadvalni ko'rdik-ku, uni oldingi videolarimizda. Xuddi shunaqa. Hop, bu narsani tushunib oldik-a? Bu narsani tushunib olgan bo'lsak, yana bitta misol turi bor. Bu ham juda ham ajoyib. Shuni ham bitta ko'rsak, shu bilan darsni yakunlaymiz. Hop, misolga qarang nima deyapti. Bizda e'tirof endi xuddi shu 2 qismni 14-misolni ko'radigan bo'lsak. Bizda x larning qiymati berilgan. X larning qiymati 1 dan to 3 gacha ekan. Ya'ni 1, 2 va 3 ekan. Xuddi shuga mos ravishda ularning ehtimolligi berilibdi bizga. x1 2 bizda 0 ga teng ekan. Hop, x2 niki 0 ga teng ekan. Hop, keyingi berilgan ma'lumot bizda matematik kutilma bizga teng ekan 2.2 ga. Va dispersiyaning qiymati bizga teng ekan 0.76 ga. Bizga aytibdi, xuddi shu berilgan ma'lumotlardan foydalanib umumiy taqsimot qonunini tuzing. Endi bizga nima beriladi? Ya'ni matematik kutilma va dispersiya beriladi. Shularni bilgan holatda biz taqsimot qonunini tuzishimiz kerak. Hop, taqsimot qonuni bizda jadval bo'ladi ekan. X va p. Bularda bizda 1 qiymati, 2 qiymati va 3 qiymatlari mavjud. Hop, lekin bu yerda shartni juda ham oddiy qilib qo'yibdi. Hop, ikki xil usulni ham tushuntirib ketaman. Birinchi usul eng oddiy usul. Agar rostdan nima desam ekan? Bitta bo'sh katga qolib ketsa, uni holatda topish oson bo'lib qoladi. Chunki masalan qarang, x1 qiymati bizda 0.3, x2 qiymati 0.2. Mana bitta bo'sh katga qoldim. Agar sizda doim bitta bo'sh katga qolib ketsa, uni topish oson. Birdan ayirib qo'yish. Chunki taqsimot qonuni bo'yicha hamma ehtimoliy yig'indisi birga teng bo'lishi kerak. Demak, buni topish uchun nima qilaman? Birdan ayirishim kerak, ikkalasini xuddi shunaqa yig'indisini. Agar bu narsani ayirib qo'ysak, ya'ni hisoblab, bizga 0.5 degan javob chiqadi. Bu menda to'g'ri javob. Endi keling, ikkinchi usulni ham ko'rib qo'yaylik, chunki nazorat ichida bizda bunaqa oson misol tushmay qolish ehtimoli ham bor. Aynan matematik kutilma bilan dispersiyani ishlatgan holatda qanaqa topish mumkin? Bundan oldin o'zi matematik kutilmani o'zining formulasini yozaman. Matematik kutilma, ya'ni mx bizda teng bo'lardi. Har bitta ehtimollikka o'zini mos x ga ravishda ko'paytirib, ularni moslashtirib olishimiz kerak. Qo'shib chiqamiz. Yo'lda a1 dan to o'sha m qiymatigacha. Hop, dispersiyachi? Dispersiya deganimiz. Shunaqa mx kvadrat a1 matematik kutilmani kvadrat. Ya'ni formula shunaqa yodlasanglar bo'ladi. Mx kvadrat minus mx kvadrat. Yodlashning asosi shu. Hop, matematik kutilma berilgan, dispersiya berilgan. Sistema tuzolsak bo'ldi ekan. Birinchi matematik kutilmaniki bir ko'paygan. Endi biz endi bu misolda javob beryapti. Endi ishlashimiz uchun biz uni belgilaymiz. P1, P2, P3.
birinchi holatda 1 ko'paygan P1, keyin 2 ko'paygan P2 qo'shib 3 ko'paygan P3 bo'ladi. Xuddi shu narsa bizga teng 2/2 ga. Xo'p. Dispersiyamizda xuddi shu narsani kvadratga oshirilganini hisoblab, matematik qilmani nima qilish kerak? Ayirib qo'ying. Xuddi shunaqa. 1 kvadratda 1, 2 ni kvadrat 4, 3 kvadratda 9. Ayrı olishim kerak matematik qurilmani kvadrat. Ya'ni 2/2 ni kvadrat. Dispersiyamiz bizda 0,7. Hop, men hozir sistema tuzishni ham tushuntirib ketdim. Endi sistemani tuzib olganingizdan keyin agar yana qo'shimcha qaysidir pni qiymatini bersa, yozib qo'yasiz o'ziga. Berilmagan bo'lsa, shu sistemani ishlab qo'ysanglar bo'ldi. Javob chiqadi. Sistema ishlash menimcha hammaga yod bo'lib ketgan. Chunki echelon formula shunday o'xshash narsalarni ishlab buni keltira olsanglar o'zingizga qulay usulda. Xohlang primerdan, xohlang determinant, xohlang o'rniga qo'yish usuli. Muhim mana shu sistemaga keltira olish. Yoki birinchi usul ham bor edi. Uni qaysi usul mos kelsa